bir insonni boshiga bir g'am bersak, bir qiyinchilikni bersak deydi Alloh. Yig'lab duo qiladi. Yalinadi, Alloh meni ham bir baxtli qilgin, meni ham bir boy qilgin, meni ham maqsadimga yetishtirgin deb so'raydi. G'amini ketkizib so'raganini beraman deydi Alloh. Boy qilaman. Maqsadiga yetkazib qo'yaman. Hamma niyatlariga yetib turgan paytda nima deydi? O'zim zo'rman. Bu narsalarga o'zimning zo'rligim bilan, ilmim bilan, kuchim bilan yetishdim deydi. O'sha duo qilgan o'sha odamni yo'q. O'zgaradi, qo'yadi. Alloh aytadi, bu bizning fitnamiz edi. Qani? Bir beraylikchi shu bandaga. Qandoq tutarkin o'zini? Yalindi, zorlandi, Xudoyim boy qildi. Maqsadlari, ishlari yurishdi. Unutdi Xudoni. Boshqa bechoralarga yordam bergisi kelmay qo'ydi. Odamlarni mensimay qo'ydi. Yaratgan Allohni-ku allaqachon esdan chiqazib bo'ldi. U tushunmadi. Yana Alloh uni o'z holiga qaytarib qo'yishligi. Odamzod eng go'zal inson o'tgan umrini, ko'rgan kechirganlarni esdan chiqazmasdan hamisha bir xil kamtarinlikda, shukurlikda, mehr oqibatda bo'lsa, imtihondan o'tadi. Alloh yana beradi. Alloh yana aziz qiladi. Sinovda Alloh berganda takabburlanib, men bo'lmasam hammang ochdan o'lasan deb hatto bolalariga zahar zuqum qilib, birovga qilgan yaxshiligini yuziga aytib, diliga ozor berib, bosar tusarni bilmay uni shunaqalarni ko'rib kelyapmiz-da hayotda. O'sha kechagi bechoramiz shu. Musa alayhissalom bir shaharning chetidan o'tib ketayotsalar, bir kalla qumga ko'milgan bir kalla turganmish qarab. Sen nima qumga ko'milib olding? Kiyimim yo'q. Payg'ambar yo'lingizda yotibman, menga bir duo qiling deb. Yenimga kiyadigan kiyimni yo'qligidan qumga ko'milib yotibman. Bir duo qiling, boy bo'layman ham bir kiyim kiyib bunday odamlarning orasiga qo'shilay. Musa alayhissalomni ko'ziga yosh keldi. Ya Rabbi, bandalaringga rizqni keng berguvchisan. O'zingni xazinangdan shu bechoraga ham berib bir boyitib qo'ygin deb duo qildi. Hali yig'lab duosini oldi. 3-4 yildan keyin Musa alayhissalom yana o'shadan o'tib qoldilar, o'sha shahar oldi. Qilichlarni osib olganda bir qo'yvor qo'limni deb bir to'palan qilyapti bir yigit. Ikkita poshshoni navkari olib ketyapti, qo'lini bog'lab. Qo'yvor deydi, bu baqiradi, kayfi baland. Bir odamdan so'radi. Bu men ham ko'zimga issiqroq ko'ryapti. Bu nimaga buni olib ketishyapti? Nima ish qildi desa, bir hech kimga qo'shila olmay bir yuvosh, bir qashsho yigit edi. Qaytdan bir sabab bo'lib bu pul ko'rib badavlat bo'lib ketdi. Hech kimga kun bermaydi. Hozir mayxonada ham 4 ta 5 ta odamni o'ldirdi. Mast bo'ladi. Hech kimga tinchlik bermaydi. Pul chochadi hammaga. Men boyman deydi. Hozir mana pulim bor, baribir zindondan qutulib chiqaman deb 3-4 tani so'yib yubordi. Qarasa o'sha qumga ko'milib yotgan Musa alayhissalom aytdi: "Ey Rabbim, Allohim, sening ishlaring o'zing go'zal, qilgan ishlaring go'zal. Men aralashib nima qildim? O'zing har kimni fe'l xulqini, niyatini, qalbini, davlatni ko'tara oladimi, ko'tara olmaydimi, o'zing bilib o'rniga qo'yar ekansan. Alloh nazar qilmasa, bir kichkinagina bozorga ham dallol bo'lolmas ekan odam.
Alloh nazar qiladiki, har kimni mansabi, o'rnini joyiga qo'yadi. Podshoni podshoh qiladigan kim aslida? Alloh. Mana oyat bor, astagfirullah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tuzillu man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qodir. Kimga xohlasang mulk davlatni berasan. Ha? Alloh oyati bu. Kimga xohlasang mulk davlatni berasan. Podshoh qilasan, boy qilasan. Kimni xohlasang bir kunda gadoga aylantirasan. Mol dunyosidan mosuvo qilasan. Kimni xohlasang aziz etasan, kimni xohlasang xor etasan. Sen aziz qilgandan hech kim xor qila olmaydi. Sen xor qilib qo'ysang hech kim uni aziz qila olmaydi. Sen podshoh qilganni hech kim tushira olmaydi. Sen qilmasang hech kim uni qila olmaydi. Alloh bandalaridan maslahat so'ramaydi. Bandalarini diliga qarab, niyatiga qarab joy-joyiga qo'yadi. Alloh aytadi, men xohlasam hamma bandamga, menga u xazina, u boyitib qo'yish hech gap emas. Hammasini boy qilib qo'ysam dunyo to'xtaydi. Kim ekin ekadi? Kim ekin ekadi-yu, kim ko'mir kovlaydi? Qanday ishlar? Hammani badavlat bo'lib qolsa hech kim ishlamaydi. Dunyo to'xtaydi. Kim kiyim tikadi? Kim etik tikadi? Kim yo'l tozalaydi? Kim ovqat qiladi? Hammada davlat bo'lsa, dunyo to'xtab qoladi. Alloh birovni birovga hojatini tushirib dunyoni yurg'izyapti. Lodon faqat ba'zilar namoz o'qiyapman, boy bo'lmayotibman. Boy bo'lishga o'qiysan namoz. Boy bo'lsang Allohni yaxshi ko'rasan. Seni shafaat peshang Muhammad Rasulullohdan nima boylik qoldi? Qanaqa boyligi bor Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning? Payg'ambarimizni Qur'on qoldi. Sunnat hadislari qoldi. Ana shularga amal qilgan odam qalban boy. Shunday boylarni bilamiz, ziqna, davlati bo'lsa ham past. Shundaylarni bilamiz, saxiy, qo'li ochiq, xotantoy. Unchalik kuchli boy bo'lmasa ham o'ziga yarasha saxovat beshaligi bor. Hamma qilsa o'ziga. Bu dunyo qonuni shu. Har kim qildi o'ziga. Birovga chuqur qaziyotgan o'zini bo'yiga moslab qazaversin. U kovlagan chuqurga o'zi tushadi. Yaxshi bo'ling, halol bo'ling, pok bo'ling. Alloh berganda shukr qiling, bo'lmaganda sabr qiling. Allohni tanimoqlikning o'zi eng katta baxt saodat. Shunga atab bir she'r yozganman, shuni hozir o'qiyman. Gar Xudo rizqing uchun bo'lsa kafil, ertayu kech nafs yo'lida chopganing nechun kerak? Gar qolur bo'lsa yig'ib jam qilganing, bir tiyin bermay birovga yiqqaning nechun kerak? Gar Xudo taqdiriga bo'lsa ishonchu e'tiqod, kelganida dard musibat dod-voy nechun kerak? Gar hidoyat bermasa Alloh taolo bandaga, qil ibodat deb urib so'kmoqliging nechun kerak? Gar odamni o'zida bir zarra vijdon bo'lmasa, unga vijdondan nasihat qilmog'ing nechun kerak? Gar dilingda bo'lmasa Alloh taologa ishonch, xo'ja kursinga ibodat qilmog'ing nechun kerak? O'tdi umr oqibatsiz bemehr do'stlar bilan, bu sinovdir fozila, nolinmog'ing nechun kerak? O'zbekistonda hech kim ochlikdan o'lmaydi, lekin ochko'zlikdan o'lishi mumkin. Yana bittasi
oziga qilmas qanoat, ko'piga to'ymas odam. Har kuni noz ne'mat ichra, shukrini aytmas odam. Tansihatlik qadrini-yu tinchlikda o'tgan bir damin, bu saodatman hayotin qadriga yetmas odam. Omadu davlat so'rar Alloh taolodan mudom, bersa davlat birla baxtin to'yganin bilmas odam. O'ziga qo'ygay bino hech kimsani qilmas pisand, bu sinov dunyo erurkim aqliga kelmas odam. Na qarindosh na qadrdon holidan hol so'rmagay, oqibat birla vafoni qimmatin bilmas odam. Ota ona ruhini shod aylamakni o'rniga, o'ylagay ishrat zinosin xotira qilmas odam. Qo'l oyog'idan kuch ketib keksayib qolganda ham, qo'ymagay sajdaga boshin tavbani bilmas odam. Din diyonat oqibatdan ma'rifat qilsa fozil, ensasi qotgay o'shaldan e'tibor qilmas odam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.